yo'q yerdan yaratgan 99 güzel isim sübbatning sahibi bo'lgan, qudratining, ilmining cheki bo'lmagan ulug' Allah subhanahu va taologa cheksiz hamd sanolar etimiz. Yurak parimiz, can jigirimiz, yürük közümüzningki qarchig'i bo'lgan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge durut ve salamlar yollaymiz. Şundaqla bugün Allah subhanahu ve Taala'nınki mübarek kalamını yüzünün kalplerine tükken 3 kız, 3 oğul farzandlarımızınki Kur'an-ı Kerim'ni yadlıqanlıqını tebrikleş bilen birge mektubumuzda yuqori natijaga erishgan o'quvchilarni mukofotlash, shundaqla ustozlarimizga rahmat etish va ota-onalarimizninki kelganligiga rahmat etish munosabati bilan bu sahna turibman qarindoshlar. Hammamiz bilgandek koinot va tarix dunyoda yuz bergan nurg'un hadislarga shohid bo'ldik qarindoshlar. İnsanlar atomlarni parçaladı. Peleklerde uçup ay şarığı çıktı. Nurgun möciz karakterli terakkiyatlar ve nurgun ulug' işler yüz berdi. Kainat, tarih bununla şahit oldu. Lekin men sizlarga şunu deymenken, bu kainat yaratılıp yüz bergen en ulug' ish Kur'an-ı Kerim'nin nazil bo'lishi. Eğer biz bunu tushunsak, insoniyat va kainat tarixida buningdan bek ulug' bir ish yo'q. Shuning uchun bu Kur'an-ı Kerim nazil bo'lgan kecha 1000 ay ibodat bilan o'tgan, 1000 ay ibodat qilingan en ulug' bir kecha bo'ldi. Qadr kechasining ulug' bo'lishi Qur'oni Karimning shu kechada nazil bo'lganligida. Ramazon oyi 12 oyning sultoni bo'ldi. Chunki Qur'oni Karim Ramazon oyida nazil bo'lganlikda. Jibril alayhissalom farishtalarning ichida eng ulug' farishta bo'ldi. Chunki Qur'oni Karimni Muhammad alayhissalomga olib kelganlikda. Muhammed aleyhisselam 120 ming peygamberlerin içinde en ulug', en kat peygamber oldu. Çünkü Kur'an-ı Kerim Muhammed aleyhisselamın nazili bo'lganlikda. Eğer bu Kur'an-ı Kerim taqqa nazili bo'lgan bo'lsa, taq parça kumpay-kum bo'lgan bo'ladi. Kur'an-ı Kerim mush taqlarni parchalayib yetadigan Kur'an-ı Kerim mana bugün mektubumuzda 6 o'quvchining qalbida o'rin oldi. Endi bu Qur'oni Kerimni yodlash qarindoshlarimiz oxirlash emas, balki Qur'oni Kerimni yodlash boshlanish. Men shuni o'quvchilarga deyman. Sizlar yodladinglarmi? Ammo eng muhimi mush Qur'oni Kerim bilan yashash va Qur'oni Kerimga amal qilish. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Sure Fatiha'ni yadagan bo'lsanglar, namozni faqat tark etmanglar, chunki Sure Fatiha'ni bilgan odam namoz o'qiy oladi. Namoz to'liq ado topadi. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Qutilal harrasun, yolg'onchilarga la'nat olsun degan oyatni yodlagan bo'lsanglar, buningdan keyin yolg'on etmanglar. Eğer sizlar Kur'an-ı Kerim'de ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ve bil valideyni ihsana degan oyatni yodlagan bo'lsanglar, ya'ni Allah subhanahu va taolo faqat Allah ibodat qilishni va ota-onanglarga yaxshilik qilishni buyurdi degan oyatni yodlagan bo'lsanglar, ota-onanglarni hurmatlanglar. Sizlar Qur'oni Kerimdagi va qulu lin-nasi husna, insonlarga go'zal chiroyli gap qilinglar degan oyatni yodlagan bo'lsanglar, atrofinglardagi do'stlaringlarga, urug' tuqqanlaringlarga, insonlarga güzel gaplarni qilinglar, sap yaqamanglar. Sizlar Qur'oni Kerimda yodlangan oyatlarga buningdan amal qilishga tirishsanglar va amal qilsanglar, sizlar 5 yo'lda mansanglar İstanbulga purdi-ku. Qur'oni Kerim sizlarni jannatga purdi. Qur'oni Kerim sizlarga jannatga purdi. Ey ota-onalar,
Agar sizlarga men mushunda dedim. Bir gün bizning 6 balamiz Qur'on yodiganlik munosabati bilan davlat raisimiz Erdo'g'an tabriklab bir xat yozibdi. Har bir balga birdan mashina mukofotlabdi desak, albatta hayron qoltinglar. Voy, Erdo'g'an tabriklabdi deb. Hey ota-onalar, agar siz bilsanglar, Allah sizlarga 1400 yil burun Qur'on orqali sizlarga salom xat yozdi. Assalomu alaykum Fatima. Assalomu alaykum Aisha. Assalomu alaykum Samatjon, qanday ahvoling? Men sening Robbing, sen mening bandam. Men seni jannat chaqirdim. Men xatimni o'qidingmi? O'qa deb sizlarga salom yo'lladi. Agar ota-onalar, biz agar qalbimizda iymon bo'lsa, Qur'oni Karimga bo'lgan hurmat bo'lsa, Qur'oni Karim Allohning bizga yozgan salom xati. O'ylab boqinglar. Agar bizga shtaq bir davlatning raisi yoki bir haramning imomi xat yozib qolsa, qopqandim, voy balam, men haramning imomi xat yozib ekan. Voy balam, voy adash, buni davomli til qilib faxrlandik. Bizdek azroq sohibga to'ng'ab ketadigan, azroq issiq bo'lsa talab qiladigan bir insonga Allah subhanahu va taolo xat avatdi. Ya ayyuhallazina amanu degan ichida hammamiz bor. Ey iymon etganlar degan ichida mishadagi hammamiz bor. Shuning uchun jinim qarindoshlarim, sizlar Qur'onning ishimiz tarjimasini o'qib, ma Qur'on bilan mushu hayotda yashashni sinab boqinglar. Mush Qur'oni Karimning nima degandi deb, mana bu Qur'oni Karimni o'rganish, Qur'oni Karimning mazmunini tushunish va Qur'on bilan yashashga tirishinglar. Mana bugungi kun haqiqiy Qur'onni ulug'laydigan, Qur'oni Karimni o'rganadigan, Qur'on bilan yashaydigan kun. Shuning uchun Allah subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimni mush ballarining qalbida nur qilib bersin. Hayotida yashash nizomnomasi qilib bersin. Ve ölgende şafaat çıkıp bersin. Allah subhanahu wa ta'ala muş Kur'an'ı iade edişke yardım kılan ata-analarına kıyamet kimse taclar keygüsün. Ve keçini kündüz gulap capaat atıp yad aldığın ustazdırga Allah subhanahu wa ta'ala cennet bilen mukafat etsin. Muş mektubimizde muş ballarının hizmeti tutuğun. Meyli aşpezler olsun, meyli tazlıkçılar olsun, ustazlar olsun, hemmelerine mana bu Qur'oni Karim yodilganning ecri bir nusxasilarga bo'ladi. Agar siz nitinglarda men mishada bolarimning xizmatini, o'quvchilarning xizmatini qilyapman, mush Qur'on yodilayotgan, mush ilm olayotgan bolalarning xizmatini qilyapman degan niyat bilan qilgan bo'lsanglar, mush bolalarning Qur'on yodilganning bir ejri sizga bo'ladi. Bu o'zingizning niyatiga vaqishliq. Oxirisida deymiz qarindoshlar, biz hammanglar bilasizlar, maktabimizda bir tarafda dinni tutsak, bir tarafdan fanni tutamiz. Elhamdülillah hazırçılık 30'dan jaqara qarilarga ijozat oldik. Bizning maktabimizda o'qigan o'quvchilarning oldi hozir ba'zilari mana bir yil saq 5 bola universitetini bitirdi. Ba'zilari doktor bo'ldi. Ba'zilari psixologiya ilmini bitirdi. Bir qizimiz bu yil advokat bo'ldi. Yani bir kızımız bir narsa oldu iş kılıp mektubimizninki neticeleri muşunda körülüşü başladı. Mesela şu qari oğallarının içinde doktor oğallar var. Şu qari oğallarının içinde psikolog oğallar var. Yani hem qari hem muş dünyada bir kasb ehli olup yetişiyordu. Biz mana muş yolda davamlıq manamayız inşallah. Üzanlar bilirsen biz 3 yıl okuyan fakat netice yaratamadık. Çünkü düşmanlar muş mektepni yok qilib o'tish, muş mektepning mangan yo'lni yok qilib o'tish va mush mektepninki g'oyasini, nishonni o'zgartirib o'tish uchun bizga qilmagan asliklar qolmadi. Bizga atmagan qilmishlar qolmadi. Lekin alhamdulillah Allohning muvaffaq qilishi bilan bir yildan boshlab bu 6 balamiz qari bo'ldi. İnşallah kelar yili bu 6 chuqum 7-8 ga chiqadi. Hazır fanniy maktabda o'qiyotgan bolalarni tirishib o'qiyotdi. Biz sizlar bilgandek, mush Ahmad Sila maktabida o'ylab boqinglar. Uda 5 yil birinchilik oldik. Hatto turklarning kallisida ma Uyg'urlar aqlliqkan degan narsani o'nta oldik. Ammo afsuski, o'zimizning ichidan chiqqan dushmanlar bu maktabimizni bir qabih makonga ve eski işler bulduğun yerde teşvik kılış arkalık
maktabimizga, o'qituvchilarimizga, mas'ullarga tuhmat qilish orqali bizni yiqitmoqchi bo'ldi. Lekin alhamdulillah biz chet eldagi o'zining mavjudligini, o'zining dinini, o'zining kimligini saqlab qolish uchun kurash qilayotgan bir millat bo'lish sifatimiz bilan Allohning izni bilan yiqilmaymiz. Chunki haqiqat igilidi, yiqilmaydi. Batil ma'lum zaman parlaydi, varang-churang qildi, oxirida sesib tugaydi qarindoshlar. Shuning uchun mushu maktabimizni qo'llagan, maktabimizni seppagan, iqtisodiyotini hamkorlashgan, duo qilgan hammalarga Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.